bilan tish doktoriga keldik. Ortodontga. Lala yo'da akvariumda krokodil bor ekan, kichkina bolalar. Ko'rdingmi? Yo'da akvarium qilib qo'yishibdi. Krokodil bor ekan, ikkita bolalari. Lalishi mana bu 1 yil oldingi tishi. Hozir 1 yildan keyin keldik yana. Jag'i o'sishi kerak edi, qo'yladik o'sishini. Endi hozir ham tekshirishadi. O'sgan, ha. Bitta boshqacha bo'lgan ekansan, kichkina bo'lgan ekansan, Lola. Yo'q, 10 yoshda. Lalishi brekit taqishga tayyorlashyapti. Bugun tishiga brekit taqamiz, xudo xolasa. Yo'q, tozalashdi ishingni. Zo'r bo'ldi, Lalish. Qanday ko'rsatchi? Hozir simini qilishsa bo'ldi. Ozgina ish qoldi. Og'rimayaptimi hali? Yo'q. Qani Lalishni ko'rsatchi. Zo'r bo'ldi ishi. Lalishi brekitlar tayyor. Og'rimayaptimi? Yo'q, boshqa. Ozgina tortadi. Zo'r. Lalishga futbolkalar berishdi. Bu ortodont doktorxonaning nomi yozilgan. Yonida vakslar har xil kishiga tozalashga kerak bo'ladigan narsalar. Ish bilan Dilyor poyla o'tiribmiz. Lalish bu yoqda. Dilyor aka chiqyaptilar. Mana qara kichkina bolalar ryukzakni taqib olishgan. Bu Dora kelyapti-bu. 12-sinflar shunaqa kichkina bolalar ryukzakni taqib olishadi. Dilyor aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hali o'qidik. Yaxshi. Lalish qara, brekit taqdik. O zo'r-ku? Zo'rmi? Ha, zo'r. Doktordan to'g'ri buyaqqa kelyapmiz. Zo'r. Men kelavergan. Futbolkalar berdi Lolaga. Zo'r. Ana. Zo'rmi? Ha, zo'r. Brekiti zo'r bo'ptimi? Zo'r bo'pti. Dilyor akani brekitini oldirdik, Lalishga yengi taqdik. To'g'ri.